Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 25-sentyabr kuni navbatimizdagi bemorimiz bizga Buxoro viloyatidan tashrif buyurdi. Hozir o'zlaridan batafsil gaplashamiz. Qanday bizda katta natijalarga erishgan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biza klinikada kelishimizdan oldin sudurklari bor edi, isitmasi yuqori edi, boshlari shishib ketgan edi. Birinchi kurs lichenamizdan keyin sudurgisi qolib ketgan, bir kurs sudurga lichena olgan biza, sudurgisi qolib ketgan birinchi kursda. Asta-asta isitmalar tushdi. Hozir Xudoga shukr isitma qilmaydi. Bunga o'sha isitmasi eng past 38 da doimiy. Hozir Xudoga shukr isitma qilmaydi. Boshlari mana shishlar tushib ketgan. Shuna ikkita bo'shda bo'laydi. Oyoqlar buklanmasdi. Xudoga shukr oyoqlarni buklanaykan. Nima qo'l tortishlari hammasi qoldi. Yutinishlari yaxshi bo'ldi. Yegan ovqatlari shunay og'ziga kelib ko'p qusaydi. Endi bular yotgan bachalar, bularga hazm bo'lmasdi, qusishi ko'p edi. Ana shu biz endi tinimsiz 3 oydan beri pankrolitni iste'mol qilamiz. Xudoga shukr biron marta oshqozondan bizga bezovtalik berilmagan. Ana pochkasiga to'shi bor edi, lichena olamiz, pochkasiga nefrolayt ichamiz, tuzlar tushib bu kun o'zimizga qilganga pochka top-toza bo'libdi dedi. Pochkaga biron xil tuzam, nima ham qolmabdi. Pochkalari ham yaxshi. Hozir shu safar kelishimizga ozgina tortish ko'payib ketdi. Xudoga shukr, mana qo'l oyoqlari bo'shashib, tortishlari qoldi. Yaxshi, doktorimizga kattakon rahmat. Hammalaringizga shu yerga kelishni maslahat beramiz. Biz ham bo'lishiga ko'p joyga lichena qilganmiz. Ko'p doktorlarga borganmiz. O'sha yerdan borib o'sha pulni sarflaymiz, lekin to'g'ri doktorni tanlab bilish kerak ekan. Xudoga shukr, bizga shuncha o'zgarishlar, hammalaringizga kattakon rahmat. Doktorimiz bizga shu safar bonus qo'shib berdilar. Xudoga shukr, har safar kelganimizga qo'shib berarlar bonus. Rahmat doktor. Yordam beryapti-kan. Yordam berarlar. Kattakon rahmat doktorimizga. Opajon, uyqulari, ishtahalari qanday bo'lib qoldi? Sizlardan bir qator so'rab o'tib ketmoqchiman. Hamda doktor Jalilov 100% tabiiy nutrientlardan qaysilaridan foydalandinglar? Biz eng ko'p foydalanamiz pankrolit, nefrolaytdan iste'mol qiladi. Pankrolit biza oilaviy. To'g'risi ko'p kishiga o'zim ham tavsiya beraman. O'zim ham eskiraman, ko'p kishiga shu yerdan olib ketaman, lekin effekti yaxshi. Oddiy o'sha, masalan, shu safar kelganimizga 20 kun ichmadi pankrolit. Yana o'shana og'ziga ovqat kelib, bezovta bo'lib, masalan, oddiy aptekadan donasi 3,5 ming olib bergan bo'lsam ham, qimmat bo'lsa ham, lekin effektini bilganim yo'q. To'g'risi kelib ikkinchi kundan o'sha og'ziga kelishlari hammasi qoldi. Yaxshi, opajon, siz bizdan shunchalik katta natijalarga erishganingizdan biz ham juda xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh o'zi shifo bersin.